otasi yomon bo'lsa, oilada bitta bola yomon bo'lishi mumkin. Agar onasi yomon bo'lsa, hamma bola yomon bo'lishi mumkin. Bilasizmi, bu maqol bejizga aytilmagan. To'g'ri, hamma oilada ham ideal, chiroyli bo'lavermaydi. Hamma oilada muammolar bo'lishi mumkin. Shunaqa farzandlarni ko'rganmiz, oilasida otasi axloqsiz bo'lishi mumkin. Bunaqa muammolarni juda ko'p aytishadi. Lekin men aytamanki, otasi kim, qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar, oilada ona yaxshi bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Men shunaqa oilalarni bilaman. To'g'ri, otasi piyonista bo'lishi mumkin, otasini qanaqadir xulqi buzuq bo'lishi mumkin, lekin onasi chiroyli, sabrli ayol bo'lgani uchun hamma farzandlari bir-biridan chiroyli xulqlida. Lekin agar otasi yaxshi inson bo'la turib, onasi xulqi buzuq bo'lsa, oilada hamma farzandda ana shu buzuq xulq ko'rinadi-da. Shuning uchun aytamanki, oilada otani qanday bo'lishidan birinchi onani qanday bo'lishi, onani qanday xulq-atvorga ega bo'lishi bu eng muhim narsa tarbiyada. Shuning uchun ham aytiladiki, farzandni tarbiyalashning birinchi qadami unga yaxshi ona topishdan boshlanadi.